tushuntiriladi. Lekin boshlanishda yuqoridan tushuntirish ishlarini olib boringlar, sizlardan iltimos bo'lyapti. Plastmassani plastmassaga, qog'ozni qog'ozga, temirini temirga qilib, faqat axlat qutisini ichiga tashalsin. Undan keyin havoga ko'tarilayotgan iflos havo. Demak, bular turli korxonalardan chiqayotgan chiqindi tutunlari. Har doim hamma joyni toza ozoda saqlang. Axlatni konteynerga betartib tashlamang. Yo'lak va ariqlarni chiqindiga to'ldirmang. Qog'oz yoki shishani ko'chada qoldirmang. Ekologiya, tozalik, tabiatga befarq bo'lmaylik. Hammamiz birga, men, sen, u, butun yer sharini asraylik. Hey! Har doim hamma joyni toza va ozoda saqlang. Axlatlarni konteynerga betartib tashlamang. Ariqlarga chiqindi tashlamang. G'oz, saffa, shishalarni ko'chada qoldirmang. Ekologiya, tozalik, tabiatga befarq bo'lmaylik.